o'sha yosh davri psixologiyasi, qaysi yoshda deylik bolaga nimani berish kerak, qaysi yoshda bolani bu mavzu tegilmaydi, qaysi yoshda bolaga ulgurish kerak qaysi mavzularni berib olishi. Chunki bo'lmasa keyin aytamiz, qayerda o'sgansan deymiz. U o'zimiz bilan o'sgan bolalar o'zimiz berib ulgurmaymiz ko'pincha. Shuning uchun chunki men ko'pincha aytaman, mana ota-onalarga bolada ham u har doim bizani nima deydi, birinchi o'rinda eshitmaydi, haligi yaxshi ko'rish yomon ko'rish yo'q bu yerda. Lekin bu yerda ham o'sha o'zini ichki faktori bor. Deylik, bola birinchi kichkina davrida, uni shu yosh davrini o'tganimizda hali aytib beraman, yoshlarini aniq-aniq qilib, uni birinchi uni ko'radigan, yaxshi ko'radigan, so'zsiz qabul qiladigan odami kim bo'ladi? Ota-ona bo'ladi. Chunki u shu ota-onani bag'rida o'sha tug'ildi, o'sdi, yashaydi, o'sadi. Hamma birinchi tushunchalarni ota-onadan oladi va uni o'sha filtr qilish ehtiyoji ham yo'q, chunki o'zi bitta keladigan joyi ota-ona. Va o'sha paytda deylik, juda ehtiyot bo'lish kerak. Bir tomondan bu juda yaxshi, bola sizni qabul qiladi. Lekin ikkinchi tomondan bola sizni o'sha aynan himoyasiz qabul qiladi. Shuning uchun men ota-onalarga ko'pincha aytamanki, avvalambor o'sha davrda bolalarga kerak tushunchalarni berishga ulgurishimiz kerak.